Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz marhum yozuvchimiz Turg'un Almas apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiramiz. Oldin qismda turk qag'alliqlari bilan Xitoy baglikleri o'tirsidagi surkilishlarni va urushlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Milodining 619-yili Sivar qag'an olamdan o'tdi. Uning o'rniga Chulun qag'an bo'ldi. Türk qag'alarining odati bo'yicha umu Jungo malikasiga uylandi. Malika Yiching Chulun qag'anni milodining 621-yili zaharlab o'ltirdi. Chulun qag'andan keyin qag'an bo'lgan Qaraxonning vaqtida Jungo turklarga yo'l qo'yish siyosatini qo'llanishga majbur bo'ldi. Yangidan qurilgan Tang sulolasi o'z hokimiyatiga qarshi bo'lgunchi kuchlarni texi yo'qotolmadi. Qaraxon Jungoning ichki ojizligidan foydalanib, ularga tahdid silib turdi. Qaraxon milodining 622-yili bir necha 100 ming qo'shin bilan Jungoga hujum qildi. Li Yang Qaraxonning huzuriga elchi avatib, tinchlik bitimnomasi tuzishni talab qildi. Talab qabul qilindi. Tuzilgan bitimnoma bo'yicha Jungo har yili turklarga ko'p miqdorda moddiy narsalar, tovar durdun, choy qatorliqlarni berib turish majburiyatini o'z ustiga oldi. Qaraxon o'z eliga qaytdi. Tang sulolasi Qaraxonning paylidan qo'rqib, milodining 624-yili poytaxtni Chang'andan yo'tkab ketmoqchi bo'ldi. Bundaq tashabbusni o'tirg'a qo'yganlar Chang'andagi davlat g'azinasida boylik nihoyat ko'p. Agar o'rdaga o't qo'yib kul qilib tashlasak, turklar Chang'anga besib kirmaydi. Poytaxtni muvofiqroq bir joyga yo'tkab ketish kerak deyishgan. Bundaq tashabbusni Liyan qo'llagan bo'lsa-mu, uning o'g'li Li Shimin qarshi chiqqanlikdan poytaxtni yo'tkab ketish tashabbusi amalga oshmagan. Milodining 626-yili Qaraxon burun tuzilgan tinchlik bitimnomasini cho'rib tashlab, Jungoga hujum qilib, Chang'anga 40 chaqirim keladigan joygacha besib keldi. Podsho Li Shimin Qaraxonga nihoyat nurg'un oltin, kumush, kimxob, tovar durdun berish hisobiga Chang'anni saqlab qoldi. Li Shimin shu yili davlatning ichki qismidagi bo'linma kuchlarni yo'qotib, Jungoni asosan birlikka keltirdi. Shundan boshlab Li Shimin bir tarafdan Qaraxonning talaplarini qondirib, uni olgan bo'lsa, yana bir tarafdan turklarga qarshi urushga jiddiy tayyorlik ko'rdi. Milodining 627-yilidan boshlab sharqiy turklarning hayotida nihoyat og'ir qora kunlar boshlandi. Tabiiy ofat uda bir necha yil davom qildi. Nihoyat nurg'un chorva mol qirilib ketdi. Xalq ocharchilikda qilib, so'ngak talqini yeb kun kechirishga majbur bo'ldi. Uning ustiga sharqiy turk qag'alliqining ichki qismida isyonlar ko'tarildi. Bundaq isyonni sharqiy turklarning asosiy tayanchisi bo'lgan sharqiy uyg'urlar ko'tardi. Shu chaqda sharqiy uyg'urlar tuvandagi 15 qabiladan tarkib topatdi. Ular uyg'urlar, surtadoshlar, chibillar, tubalar, qo'riqonlar, tilang'utlar, bökölar, bayırg'ular, to'ngralar, xunlar, izgillar, qo'g'usurlar, qumuqlar, adizlar, baysalar qatorliqlar. Bu qabilalarning hammasi sharqiy turk qag'alliqining asosiy xalqi edi. Ular shu chaqda hozirgi Mong'oliyada va Bayqal bo'ylarida yashaydi. Milodining 600-yillardan boshlab sharqiy uyg'urlar kuchayishga boshlagan edi. Sharqiy uyg'urlarning yog'laqar uruqidan chiqqan xallardan Tekin Erkin, Pusa adlı xallar sharqiy turklarga itoat qilgan edi. 628-yili sharqiy uyg'urlar isyon ko'targanda, sharqiy turk qag'ani Qaraxon isyonni bostirish uchun Sivar xonning o'g'li To'rixon bilan o'z o'g'li Yo'g'u Qisot boshchiligida 100 ming kishilik otli qo'shin mangdirdi. Mana shu turk qo'shinlarini Uyg'ur xoni Pusa tarmar qildi. Qaraxon o'z vazifasini o'rinlay olmay mag'lub bo'lgan To'rixonni jazolab, uni bir necha kun sulab qo'ydi. Bu voqeadan xabar topgan Li Shimin To'rixonni yoniga tortib, uni Qaraxonga qarshi kuchga aylantirdi. Dal shu chaqda sharqiy turk qag'alliqiga qarshi isyon ko'tarib g'alaba qilgan Uyg'urlar bilan Sur Tardosh qag'alligini qurdi. Tang sulolasi yangi qurilgan Sur Tardosh qag'alligini qo'llab-quvvatlab, uning qag'ani Inonga elchilar avatib, so'q salomlar va unvon taqdim qildi. Sharqiy turklar ichki jihatdan ana shundoq og'ir ahvolga tushib qolganda, Li Shimin sharqiy turklarga qarshi urush boshladi. Li Qing qatorliqlarning qo'mondonligidagi 100 mingdan ortiq jangchidan tarkib topgan Jungo qo'shinlari turklarga 4 yo'linish bo'yicha hujum qilib, turklar davlatining territoriyasiga besib kirdi.
Miladining 629-yili 11-oyda Cho'g'ay tog'larining bag'rida bo'lgan urushda Qaraxon mag'lub bo'lib, g'arbga, ya'ni Ningxia tarafga qochdi. Miladining 630-yilning 5-ida Qaraxonni Asna Sunish otliq bir xoin bey Jungo qo'shinlarining qo'mondoni Li Qingga tutib berdi. Ayni vaqtda Jungo qo'shinlari ayol bo'lib 100 mingdan ortiq turkni asirga oldi. Asirga ilingan turklar Sadichin Sipilning ichidagi Jungo territoriyasiga ko'chirildi. Qaraxon boshliq bir turkum turk bagchilari, ya'ni Asna urqining jamatlari Chang'anga akilindi. 630-yildagi bu mag'lubiyatda asirga tushmay qolgan turklarning bir qismi O'rta Osiyoga ketgan bo'lsa, yana bir qismi Sharqiy Uyg'urlarga qo'shilib ketdi. Qaraxon milodining 634-yili Chang'anda olamdan o'tdi. Li Shimin 639-yili Sharqiy turklarga asir tushgan turklarni asos qilib turib, Asna Sirba degan kishini qog'on qilib jakorladi. U Xanzucha Li Sima degan otni qabul qildi. Jungoga itoat qilgan bu qo'rchoq hukmdor Asna Sirbani azaldan tortib mustaqil yashab kelgan turklar qog'on deb e'tirof qilmadi. Ularning orasida mustaqil turk qog'onligini asliga keltirish, Jungoga asir bo'lib qolgan turklarni ozod qilish uchun maxfiy holda harakat boshlandi. Bundaq maqsadni o'ttirg'a qo'yib harakatga yetakchilik qilguvchi Sivar qog'onning kichik o'g'li Kurshad edi. Kurshad milodining 630-yili Chang'anga majburiy keltirilgan turk bagchilaridan 40 yigitni atrofiga to'plab bir maxfiy tashkilot qurdi. Tashkilotning maxfiy kengashida ulug' maqsad amalga oshirilsa, Kurshad qog'on bo'ladi deb ma'qullandi. Lekin Kurshad bu taklifni qabul qilmay, qog'on nomzodligiga o'z jiyanlaridan birini ko'rsatdi. Uning taklifi qarordan o'tdi. Sharqiy turklarning Kurshad boshlig'idagi ozodlik harakati milodining 639-yili 4-oyda boshlanmoqchi bo'ldi. Bu chog'dagi Tang sulosining podshohi Li Shimin edi. Başta aytib o'tganimizdek milodining 630-yili Tang qo'shinlariga asir tushgan 100 mingdan ortiq turk Shimoliy Jungoda mahkumlikda yashaydi. Kurshad boshlig'idagi isyanchilar atrofda puxta kengashgandan keyin o'zlarining harakat planini asosan 2 bosqichga bo'lib amalga oshirmoqchi bo'ldi. Birinchi bosqichda podsho Li Shiminni tirik tutib olib, uni turklar yurtiga akitib, go'riga tutib olish. Ondan keyin Li Shiminni qaytarib berish badaliga Tang sulolasi poytaxtida nazarband bilib turgan turk bagchiliklarini qaytarib olish. İkinci bosqichda bo'lsa, turklarni safarbar qilib, Sharq turk qog'onligining mustaqilligini asliga keltirish planlandi. Kurshad Li Shiminning puxracha yasinib, kechasi Chang'an ko'chalariga chiqib, puxralar orasidagi ahvolni tinglaydigan odatidan foydalanib, uni tutib ketmoqchi bo'ldi. Li Shimin tutish planlangan oqshimi havo buzilib bo'ron chiqdi. Li Shimin o'rnidan chiqmadi. Buningdan gumonlangan Kurshad sir ma'lum bo'lib qolgan o'xshaydi deb o'ylab, xon o'rdisiga besib kirib, Li Shiminni shu yerdan tutib chiqmoqchi bo'ldi. Shu kechasi Kurshad boshlig'idagi 40 yigit Tang sulolasi o'rdisiga besib kirdi. O'rdida qonliq jang yuz berdi. Isyanchilarning otgan o'qi va chapqan qilichidan yuzigan o'rda muhofizachilari o'ldi. Kurshad o'rta muhofizachilarining borgan sari ko'payib, qora qiyondek go'kirab yupurilib kelayotganligini ko'rib, Li Shiminni tutishga ko'zi yetmay, yo'ldoshlariga o'rnidan chekinish buyrug'ini berdi. Kurshad boshlig'idagi isyanchilar Tang ordisining otxonasidagi otlarni qo'lga tushirib, otlanib, Veyxi daryosining bo'yiga qarab mangdi. Ularning keyindan bir butun armiya qo'g'lab keldi. Daryoning bo'yida bo'lgan jangda isyanchilarning birimi yuraksizlik qilmadi. Hammasi mardlarcha jang qilib, qizil qonga bo'yilib, sharaf bilan qurbon bo'ldi. Kurshad va uning yo'ldoshlarining jasadi Veyxi daryosining seriq to'pili qirg'ida qoldi. Biz Kurshad haqidagi ma'lumotni Jungoning tarixiy yilnomalaridan oldik. Ya'ni Sima Guangning Yilnoma degan kitobining 195-betidan opdi. Turklarning milliy qahramoni Kurshadning isyoni mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, lekin sharqiy turklar ichida ozodlik, mustaqillik kayfiyati besilmadi. Sharqiy turklarning mustaqillikni qo'lga keltirish orzusi tik qiyoga o'zini urgan dahshatlik to'lqindek davoldushga boshladi. Oliy janob, xislatlik, shir yurak qahramon Kurshadning nomi xalq ozodligi va mustaqilligi yo'lida kurash qilgan va kurashayotganlarning qalbidan mangu o'rin oldi va olg'usi.
4-ci bab Uyğur urxun qağalıqının təşkil tepişi. Tumit və Uluq il təbir. Miladının 639-yılı Kurşatның isyani məğlub bolğandan keyin Tang sulasi Şərqi Uyğurlarni asas qılıb qurulğan Surtarduş qağalıqıga qarata burunqi siyasətini özgərtib, onun bilan düşmənləşiş yoluğa ötdi. Bu məqsəddə 629-yılı əsrga düşkən 100 min türkni Səddicin Sepilning sirtiga köçürüb, biz başta aytgandek 639-yılı Asina Sirbani ularga qağan qildi və onu Surtaduşlarga qarşı qilib qoydi. Şundan başlap Tang sulalisi turğuzgan qorça qağallardan bir neçisi ötdi. Tang sulalisi Surtaduş qağalığını yo'qotish uchun qorça qağallardan foydalangandan tashqari yana Sharqiy Uyg'urlarni foydalanishga urindi. Shu chaqda hozirgi Koreya xalqining ajdodlari Tang sulalisining tajovuzga taqobil turish uchun Sharqiy Uyg'urlarni o'ziga ittifoqchi qilishga harakat qilgan edi. Miladining 643-yili Koreya xalqining vatanparvar xoni Yengey Sovin Tang sulolasining tajovuziga taqobil turish uchun Burikli xoni orqali Surtadushlarga elchi avatib, Tang sulolasiga qarshi birlikda harakat qilishni tashabbus qildi. Buningdan xabar topgan Li Shimin Surtadush qağaligini yo'q qilishga bel bog'ladi. Li Shimin Uyg'ur xoni Tumit Uluq Iltabir bilan birlashib, miladining 646-yili Surtadush qağaligini yo'qotdi. Adın keyin Sharqiy Uyg'urlarni o'ziga beqindirish uchun harakat qildi. Lekin miladining 646-yili Uyg'ur xoni Tumit Uluq Iltabir o'zini Uyg'ur qag'ani deb atab, tarixda 200 yil hukm surgan Uyg'ur urxun qag'aligining tarixini boshlab berdi. Li Shimin iloji qilolmay yangidan tashkil topgan bu Uyg'ur urxun qag'aligini e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Lekin u chidamaslik qilib, Uyg'urlarning bu tunji qag'anini o'ldirishning ko'yiga tushdi. Li Shimin o'z odamlari orqali Tumit qag'aning jiyani bo'lgan Uyg'ur otliq bir bagni aldab, uning Uyg'urlarga qag'an bo'lishini qo'llashga va'da berib, uning quli bilan Tumit qag'anni o'ldirdi. Uyg'ur Tumit qag'ani o'ldirgandan keyin kechasi bir necha otliq kishini agashtirib, Li Shiminning odimi Yan Lichingning qishiga kelib, uningga ahvol ma'lum qildi. Yan Lichin Uyg'urlarni aldash uchun Uyg'urni o'ldirib, bu sirni yushirishga urindi. Bu chaqda bu suiqasddan ini xabar topgan Uyg'urlar Tumit qag'anning o'g'li Bayan xonni qag'an qilib ko'tirib, yangi qag'an vaziyatni tezgilib oldi. Uyg'ur qag'anligining turklar bilan bo'lgan munosabati. Demak, miladining 446-yili Sharqiy Turk qag'anligining territoriyasida Uyg'ur urxun qag'anligi qurilgan bo'lsa-mu, uning janubida Tang sulolasi tarafidan yo'lab turg'izgan qo'rchoq turk qag'anligi mavjud edi. Biz başta aytib o'tganimizdek, turklar o'zlariga tingilgan qo'rchoq qag'anlarni e'tirof qilmay, ko'zga ilmay, ularni yo'q qilishga bel bog'lagan edi. Turklar Sharqiy Turk qag'anligini asliga keltirish uchun miladining 679-yili isyon ko'tirib, Asina Nizuh bagni qag'anlik taxtiga chiqardi. Asina Nizuh bag 680-yili Tang sulolasi qo'shinlari bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lib, qo'l ostidagilar tarafidan o'ldirildi. Türkler onun o'rniga Asina Inanni qag'an qilib ko'tirdi. Asina Inan qag'an 681-yili Tang sulolasi tarafidan tirik qo'lga tushirilib, Chang'anda o'ldirildi. Yuqorida tilga ilingan ikki qag'an olamdan o'tgandan keyin Asina Qutluq otliq turk bagchigi miladining 682-yili Sharqiy Turk qag'anligini asliga keltirdi. U Tang sulolasining bir necha 100 ming kishidan tarkib topgan qo'shinlarining bir necha qitimli hujumini tarmar qilib shuhrat qozondi. Turklar uningga Iltarish Qutluq, elni tiriltirguchi Qutluq qag'an unvonini berdi. Iltarish Qutluq miladining 682-yili İnkiler Küli, ya'ni Kalalar Küli bo'yida Uyg'urlarni tarmar qilib o'tokani besib oldi. Iltarish Qutluq, Qapag'an qag'an, Bilge qag'anlarning davrida Sharqiy Turk qag'anligi nihoyat kuchaydi. Shu chaqda Osiyo qit'asida Sharqiy Turk qag'anligi, Tang sulolasi, Arab xalifligidan iborat 3 cho'ng davlat qad ko'targan edi. Keyin qurilgan Sharqiy Turk qag'anligi miladining 682-yildan boshlab Uyg'ur urxun qag'anligini qisman holda qaram holga tushirib qo'ygan bo'lsa-mu, Uyg'urlar mustaqillik holatini asosan saqlab qoldi.
Sharqiy turklar milodining 709-yili va milodining 711-yili O'rta Osiyoga qo'shin avatib, arablarni O'rta Osiyodan qo'g'lab chiqarishga harakat qildi. Mana shu turk qo'shinlarining O'rta Osiyoga qilgan 2 qitimliq yurishiga Iltarish Qutlug'ning kichik o'g'li Kultekin qo'mondonlik qildi. Kultekin Buxoro atrofida bo'lgan urushda arab sarkardasi Qutayba ibn Muslim bilan tutishdi. Turli sabablardan ko'ra Sharqiy turklarning arablarni O'rta Osiyodan qo'g'lab chiqarish niyati amalga oshmadi. Sharqiy Uyg'urlar 682-yildan boshlab Sharqiy turklarga qisman holda qaram bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar Sharqiy turk qag'onligidan hokimiyatni tortib olib, uning o'rniga o'zlarining hukmronligini tiklash uchun tinmay urushib turdi. Bundaq urushlar 715-yildan boshlab kuchaydi. Milodining 716-yili Sharqiy turk qag'oni Qag'on Qurulun daryosining bo'yida o'rmonlikda mo'kinib turgan Uyg'ur qabilasi Boyir Uyg'urlar tarafidan o'ldirildi. Qag'ondan keyin Sharqiy turklarga qag'on bo'lgan Bilge qag'on, Osina Bilge Qutlug' qag'onning vaqtida Sharqiy turklar yanada Osiyodagi kuchli davlatlik o'rnini saqlab qoldi. Shu chaqda Sharqiy turk qag'onligi 220 ming kishidan ortiq otliq qo'shinga ega edi. Shimoldagi kuchli qo'shnisi bo'lgan Sharqiy turklardan kecha-kunduz ansirab turadigan Tang sulolasi milodining 735-yillarimi turklarning hujumidan saqlanish uchun Jungoning shimoliy chegarasiga 400 ming kishidan ortiq qo'shin turg'izdi. Milodining 745-yili Sharqiy turk qag'onligining hukmronlik huquqi Uyg'ur urxun qag'onlarining qo'liga o'tib ketdi. Shunday qilib bu qitimni o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.